Super Liganing 26-turidan o'rin olgan uchrashuvlar davom etadi. Xorazm jamoasi Paxtakor klubiga qarshi bahs olib boradi. Bugun jamoat 4-3-3 taktik sxemasida harakat qiladi. Paxtakor tarkibi 4-1-4-1 taktik sxemasida bugun o'ynaydi. To'g'ri, 3 ta durang, 2 ta o'yinda esa Xorazm jamoasi g'alaba qozongan va uchrashuv boshlandi. Qadrli do'stlar, Xorazm futbolchilari lekin hujumga o'ta olishmadi. Counter pressingda to'pni qaytarib oldi mehmonlar va hujum davom etyapti. Paxtakor jamoasidan chap qanotdan Adhamzodaning zarbasi. Yo'q, Bashar Resammidi. Hujumdagi uchlik desak ham bo'ladi. Endi o'z aslida winger sifatida ham o'ynash mumkin ular. Yarim himoyada 15-raqamda Hojimat Erkinov. Hozir mana hujumni ko'rib olamiz. Xorazm jamoasida imkoniyat. Zarba yo'llandi, biroq hozgina aniqlik yetishmadi. Ham rikoshet yuzaga kelibdi. Bu zarbadan so'ng mehmonlarning pozitsion hujumiga e'tibor qaratamiz. Paxtakor libosining biroz noqulayligi bor. Hozir mana hujum ko'rib olamiz. Pas, zarba bormi? Bor va Ibrohim Argiyov hisobni ochishga juda yaqin kelgan edi, biroq uning zarbasini Artyom Patapov qaytardi. Bobur Abduxoliqovga hamma e'tibor ketib qoldi. U zarba bera olmadi. Ortdan kelgan Ibragimov esa qanday ajoyib imkoniyatdan hozir foydalana olmayapti. Ikkita himoyachini o'z bilan olib ketib qoldi. Bobur Abduxoliqov qarang, zo'r hozir zonada paydo bo'ldi. Uzatmadi. Biroq counter pressingda yana to'pni qaytarib oldi Paxtakor va o'ng qanot bo'ylab hujumni davom ettirmoqda. Mehmonlar markazga uzatma. Yana qanotga, qanotda esa ajoyib pas va zarba. Bobur Abduxoliqov to'pning oyog'iga unchalik qulay tarzda tushmagani oqibatida biroz muvaffaqiyatsiz tarzda zarba berdi, lekin yaxshi hujum bo'ldi Paxtakor jamoasidan. Yana Alijonovni aytdik. Bu yo'qotishlar bilan ham Paxtakor baribir menimcha tarkibi kuchli bo'lib qolyapti. Hozir o'ng qanotdan hujum, zarba. Yana Xorazmning hujumini ko'ramiz. Chap qanotdan bu safar tashkil etilyapti. Biroq uzatma bo'ladi. Zarba esa bor va Nazarov. Hakam burchak zarbasi belgilab bo'ldi. Mana ko'raylikchi. To'p chindan ham rikoshet baribir raqibni kuchidan kelib chiqqan holda to'g'ri baho berilyapti raqibga va Paxtakorning hujumi Hojimat Erkinov va ajoyib seyv Patapovdan ko'kragi bilan qaytardi. Takroran ko'ramiz. Erkinovdan kuchli zarba. To'p Xorazmda, lekin counter pressing boshlandi Paxtakordan va buning oqibatida xatoga yo'l qo'yapti Xorazm futbolchilari. Yo'q. Hozir esa xato. Ana endi Paxtakor himoyasida va bundan foydalansa bo'ladi. Xorazm jamoasida zarba, biroq Nazarov qutqardi o'z jamoasini. Murodbek Bobojonov qiymatini ancha oshirgan bo'lardi. Biroq shu yakuniy zarba unchalik kutilganchalik murakkab bo'lmadi. Darvozabon Nazarov unchalik qiynalmadi bu vaziyatda bu zarbani qaytarishga. Qarshi hujumlarga baribir tayanib harakat qilishmoqda. Yana bir hujum Paxtakordan. Yaxshi imkoniyat bor, zarba va Patapov qaytardi. Qaychi uslubida zarba esa muvaffaqiyatsiz chiqdi. Hojimat Erkinov yaxshi o'ynayapti, lekin vaziyatlardan foydalanishga kelganda biroz omadi kelmayapti. Ofsayd yo'qmikin? Yaxshi imkoniyat Bobojonovda hozir bo'lishi mumkin. Bobojonov jarima maydonchiga to'pni olib kirdi va uning uzatmasi darvozabon Nazarovga to'p tegib qaytdi. To'p uning o'ziga kelayotganda hozir yana bitta yaxshi imkoniyat Xorazm jamoasida bo'ldi, biroq foydalana olishmayapti mezbonlar. Yaxshi imkoniyat, zarba, Nazarov qaytardi, yana bir zarba va double save, biroq ofsayd ham bor ekan. Xorazm masofa ancha yaqin. Bu esa Iminovning uzatmasidan keyin yuzaga kelgan vaziyat. Ofsayd bor edi bu baniyada. Mana bu epizod ham ko'rib chiqilgan bo'lardi menimcha.
To'p qo'lga tekkandek chunki. Uzoq borsa bitta hujumga yana imkon beradi. Yo'q, hakam qushdek chalib qo'ya qoldim. Jasur Azimov hamda Murodbek Bobojonov zaxiraga olindi va ular o'rniga zaxiradan demak Shahrom Samiyev hamda Abror Hosinov maydonga tushirildi. Tezlikda o'tib ketish varianti ham bor edi unda. Ajoyib pas. Hozir Dostonbek Hamdamovdan yaxshi imkoniyat. Hojimat Erkinovda. Hojimat o'tkir burchakdan zarba berdi va biroz aniqlik yetishmadi uning zarbasiga. Uzoq pastki burchakni nishonga olgan edi Hojimat, ammo baribir noaniq bo'ldi uning yo'llagan zarbasi. Hamdamovdan hozir ajoyib assist bo'lardi agar Erkinov bu vaziyatidan unday foydalanganda. Lekin darvozabon ham to'g'ri pozitsiya tanladi. Hujum davom etyapti. Ajoyib pas. Yaxshi, hozir o'ynaldan endi esa uzatma, bosh bilan zarba. Ozgina aniqlik yetishmadi. Dostonbek Hamdamov to'g'ri pozitsiya tanladi, hammasi to'g'ri bajarildi, faqat zarba o'xshamadi xolos. Zaid Tahsin yuribdi, e'tibor qarating, undan mana bunday hozir fint ishlatildi. Himoyachidan mana bunday ajoyib hozir assist bo'lishi mumkin edi agar gol bo'lganida. To'p nazorati Paxtakorda. Yana long ball. Qo'lga to'p tegib ketmadi. Maryasko zarba. Biroq noaniq va undan tashqari ofsayd ham qayd etildi menimcha Dostonbek Hamdamovdan. Qoida buzildi. Hamdamov bu vaziyatda jarima zarbasiga e'tibor qaratamiz. Iminovdan uzatma va bosh bilan zarba. Ikkinchi qavatda imkoniyat berishdi Paxtakor futbolchilari bu safar. Yana long gol, yaxshi imkoniyat. Zarba va gol! Hisob ochilmoqda Ibrohim Ibragimov tomonidan va u mana bunday uslubda golni nishonlayapti. Bir vaqtlar biz Edison Cavani'da ko'rardik bu uslubni. Himoya, Xorazm himoyasi pand berdi. Mana bu vaziyatda ikkinchi qavatdan bo'lgan uzatmani oson o'tkazib yuborishdi. Va Ibrohim Ibragimov bundan unumli foydalandi. Trivel uslubida gol urdi, adashmasam. Takroran ko'raylikchi. Saitovdan uzatma. Trivel uslubida oyoqning tashqi tomoni bilan Saitovdan assist. Chiroyli gol, chiroyli assist va endi o'yinning oxirgi daqiqalari yonadi. Xorazm Samiyevga nisbatan foul ishlatildi menimcha takrorlab bizga ko'rsatilayotgan paytda. Mana shu epizod. Qizil kartochka. Zaid Tahsinning hozir bu tushuntirishlari foyda bermaydi menimcha. FIFA kunlarda qizil kartochka olgan ekan. Hozir hamkasblarim bu haqda ma'lumot berishdi, rahmat. Va VARga murojaat qilyapti. Mana Samiyev to'p uchun harakat qilyapti. To'pni tepib yuboryapti. Tanaffus hozir yuzaga kelyapti chunki deyarli qizil demak bekor bo'ladigan bo'lmoqda qadrli do'stlar. Qizil Samiyevgami? Yaxshi o'ynadi Saidxonov. O'ng qanotga yana pas. Xorazmning hujumi davom etadi. O'ng qanotdan uzatma jarima maydoni ichiga. Nazarov to'pni egallab oldi. Hozircha hakam hushtak chalishga shoshilmayapti. Bo'ldi. Endi esa hushtak chalindi va uchrashuv yakunlandi qadrli do'stlar. 0-1 og'ir uchrashuv bo'ldi Paxtakor uchun. Qimmatli 3 ochkoni mana shunday tarzda qo'lga kirityapti Kamoliddin Tojiyev shogirdlari.